Kechagi manzara, hayotdan uzilgan, tashlab qo'yilgan yer. Havo iflos, chiqindilar ko'p. Odamlar bu hududdan bezib qolgan edi. Bugun esa bu kabi hududlar prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida qayta jonlanmoqda. O'tgan 3 yilda yurtimiz bo'ylab 734 milliondan ortiq ko'chat ekildi. Har bir ekilgan daraxt bu hayotga qo'shilgan nafas. Mana hozir ko'rib turibmizki, Toshkentda birinchi yashil jamoa parki hududi barpo etilmoqda. Men bundan juda ham xursandman va meni o'zim mana shu atrofda yashaganim sababli bu yerlarni juda ham yaxshi bilaman va aynan mana shu joy juda ham tashlandiq bo'lib yotar edi. Mana hozir ko'ryapman, har bir daraxtga gonga ham tushyapti, tulpog'i ham tushyapti, toshg'ichlarni olib tashalyapti. Mana shunday juda yaxshi ishlar bo'lyapti. Va men faqatgina tashakkurlar aytaman, chunki bu juda ham bir katta ish deb o'ylayman. Qisqa muddat ichida bunday hududni barpo etish bu juda ham katta ish. Katta rahmat. Yashil hududlar faqat dam olish uchun emas, ular havoni tozalaydi, jonlanish baxsh etadi, farzandlarimiz uchun sog'lom muhit yaratadi. Endilikda daraxt kesish emas, balki uni ekish, asrash, parvarishlash qadriyatga aylanmoqda. Katta shaharlarda fast food, shovqin va attraksionlarsiz, tabiat bilan uyg'un, inson bilan tabiat birlashgan ekologik bog'lar qurilmoqda. Bu bog'lar insonni tabiatga qayta bog'laydi. Ruhiy barqarorlik, ekologik uyg'unlik biz yaratayotgan kelajak manzarasi. Yashil kelajak bu umumiy harakat. Tabiatni asrash barchamizning burchimiz. Birgalikda bog' yaratish. Ona tabiatni birgalikda asrash vaqti keldi.